Moshinangiz urilmagan joy qolmabdi-ku. Qori shu dey aka, lekin yurishlari yomon emas. Ormaylar. Hormay aka, yaxshimisiz? Okam sotishga mashinalarni olib kelgan ekanlar. To'g'ri, yurishi yaxshidir, lekin siz aytayotgan narx-navolar hozir yo'q. Qo'ldan kelgancha qimmatroq olib qolinglar. Menga pul juda ham zararli. Pul hammaga zarar. Lekin 3 minglik mashinangizni 4 mingga olib qolmaymiz-ku. Ha, Umid. Nima bo'pti bu okamlashlar? Mashinalarning narxi hozir patolog 3 minggacha. 4 mingga olinglar deb ketdilar. Tinchlikmi aka? Pul nimaga zarar? Odamlarning operatsiyalariga pul kerak. Qo'limda shu mashinamdan boshqa sotadigan narsam yo'q. Iloji bo'lsa olib qolinglar aka. Bo'ldi aka. Bo'lmasa mashinangiz menga 4 mingga o'tdi. Bir minutga qarab oling. Keling. Aka, shoshmay turing. Tushunmadim sizni. Tanimadingiz meni? Yo'q, aka. Yomg'ir ham yog'yapti. Ko'chada mashina ham yo'q. Mayli. Kep qolar. Qaytyapti Aka, qayoqqa ekan? Ona bolaga. Chiqing, aka. Faqat yonimda pulim yo'q edi. Shunaqa vaziyatdaman aka. Tashlab keta olasizmi? Insonda yaxshilik qoladi. Chiqing, aka. Oy sendan iltimos yo'llarim yorir. O'ylamang, aka. Erkakchilikda bo'lib turadi. To'g'ri aytasiz aka. Oy 15 yoru 15 qorong'i deyshadi. Hali hammasi zo'r bo'lib ketar. Hayot hali oldinda-ku. To'g'ri. O'g'lingiz chog'imi? Ha, o'g'limniki. Chiroyli ekan. Mana aka. Hech kim yo'q. Yetib keldi. Kattakon rahmat. Mayli, yaxshi kunlar ko'rishaylik. Sog' bo'ling. Soat ham 3 dan oshibdi-ku. Aka, shoshmay turing. Aka, Shoshmay turing. tinchlikmi? Soat ham 3 dan oshibdi. Uni ustiga yomg'ir ham yog'ayotibdi. Yonimda mana shu 50 ming pulim bor ekan. Shuni oling, aka. Qaytishda taksi qilib yetib olasiz. Olib kelib qo'yganingiz o'ziga kattakon rahmat. Pulish shart emas, olib qo'yavering. Yo'q, aka. Siz men pulni oling, bo'lmasam men xafa bo'laman. Sizga bitta gap gapirgan edim. Esizdami? Qaysiga? Rahmat aka, kattakon. Agar mendan qaytmasa, Alloh qaytsin. Men pulni oling. Bu sizga Allohdan qaytdi. Men oddiy bitta